Salom obunachilar, sizlar bilan ma'nom o'zgargan, shuning uchun e'tibor bermaysizlar. Shu xerabini deb chaqirsanglar bo'ladi. Mani skinim o'chib ketdi. Dadam telefonda videolarda, endi bu enamiki. Ismini o'zgartirib oladi. Ukam ismini qo'yib oldim. Ismim ne do'stimda oldim ham bor. Endi 1 2 3 4 mashina desanglar kanalim chiqmaydi. Shoiraxon desanglar kanalim chiqadi. Kanalim o'zgarib ketdi. Bir balolar bo'ldi. Shunga YouTube'ga hozir bitta video qo'ydim. Bu video qanaqa bo'lsa kommentga yozinglar. Bu set videosi bo'ladi. Naqa server ochish videosi. Makka kirasizlar keyin obuna bo'ldi yozasizlar. Xohlagan nomerlarni yozasizlar. Bekka bitta narsa ko'rsataman. Aniq yozishinglar shart. Makka play nuqta pvp craft nuqta ru deb yozib, mana add server deb qo'ygan. Bitta bosib, bitta xohlagan zonalarni yozasizlar. Keyin sizlar xohlagan bitta zona chiqadi, keyin bittan chiqib ketasizlar. Keyin bitta bosinglar, mana server. Keyin ikkinchi serverimiz Bedwars. Makkani Likebos deb yozamiz. Keyin makka xuddi shunaqani yozamiz. O'zingizlar bilasizlar, bunisini montaj qilib tiqib yuboraman. Montaj qilishni o'rganaman. G'alati. Izohlarga artefakt taniydiganlar bo'lsa artefaktlar deb qo'yasizlar. Artefaktlar deb kim yozaladi? Men artefaktni muxlisman. Shuning uchun mana videoyim keldi. Mana server ikkitasi yo'q. Bedwars pvpcraft.ru mana kirasizlar. Va e'tibor berasizlar ham. Uzun mana ayam uzib olib keldim bitta o'tag'im bilan bu videoda o'tag'im bilan olyapmiz. Makka buni qilasizlar. Buni qilib, mana uni qo'yasizlar. Keyin makka register deysizlar. Keyin chizilsa 098 keyin bosib turib makka kirib yana buni bosasizlar. Keyin makka endi login deb yozasizlar. Keyin xuddi shunaqa 098 keyin bitta bossanglar akkaunt yozib olinadi. Mana o'sha server tayyor. Serverdan chiqarib yuboramiz. Endi bu naqada. Buni ham xuddi shuni yozamiz. Kim serverda mazza qilib o'ynasizlar, buni bilganlar kommentga yozsin. Men haqiqiy Minecraft ham o'ynayman, naqa ham o'ynayman. Arunjum haqiqiy Minecraftni ham endi olaman. Endi makka bunday qilib, makka xuddi shuni yozamiz. Xo'p. Register. Bunisiga makka register deb ter bas ter deb yozasizlar. Keyin 098. Xo'p, endi haligi men ko'rsatgan
Serverdan chiqarib yubordi xullas. Tezroq yozish kerak edi. Bittadan kelishajak. O'zingni nomingni o'tmabsan deyishganimda. Qanday o'tsa bo'ladi? O'zingni nomingga. Ha. Nima bo'ladi? Hozir ochsang bo'ladi. Qanday ochsadi? Nom qo'yibsan-ku. Qanday qilib? Nom qo'yibsan-ku YouTube kanalingga. Qanday qilib nom qo'yibsan? YouTube kanaling nomi nima? Shoiraxon deb yozilgan. Lekin enam ismi yozilganda e'tibor bermaysizlar obunachilar. Jasurbek sen o'lib qolarmiding? Qanday qiladi axir? Telefon enamning nomidan garang. E'tibor bermaysizlar. Uzum yevolaylik kutib turinglar. O'zim uchun yarmini montaj qilib tiqoryapmi yo'qmi? Montaj qilib tiqoraman. Obunachilar bo'ldi, yevolaylik. Artefakti muxlislar bormi? 100 mingta like. Telegram kanalimda yuzim ko'rsatilgan qanaqa hayotda yashayman, nimalar. Men Telegramga o'tmoqchi bo'lsanglar, Telegramga kirib yozadigan joyga kirasizlar. Keyin Jasurbek Rahmatov deb yozsanglar chiqadi. Keyin serverga pashitda o'ynaydigan modlarimni tashlab qo'yaman. Hozir menda hech qanaqa mod yo'qda. Keyin shu modlarimni tashlab qo'yaman, keyin bemalol o'ynaverasizlar. Men Minecraft'im bunaqa. Instagram akkauntim ham bor. Unda ham qiziqarli videolar tashlab boraman. 100 ming hozirdan ko'rganlar mayli ko'rsataman yuzimni do'stlar. Sizlar uchun ko'rsataman. Video YouTube'ga kiraylik. Mana edi. Bu Abdazim qaranglar, ularni bo'yniga o'zigan. Ay vaqt qo'y. Mana. Boshqatdan tushdi, endi esa tozalanishi kerak. Nega bo'lmayapti? Tushunarli. Shunchaki ularni redstone bog'lash kerak edi. Endi bo'ldi dastak. Mayda uzumga yeb o'tiribmiz. Mana. Amma boshqa qaranglar-da, gaplar chiqib, obunachilarga qaraysizlar. Nechta obuna yo'qmi? Obunachilarmi? Obuna bosinglar endi, like harfi 100 ming ko'rsatganimizga yarasha. Endi 100 mingta bo'laylik, hali bitta bo'lganimiz yo'q, like bosinglar. Bosinglar. 1 2 3. Uchinchi sarayonda kim obuna bo'lmagan bo'lsa, bot o'sha. 1 2 3. Obuna bo'ldinglar shekilli. Chunki sizlar bot emassizlar. Afsuski bizni papajon